narsa beraymi? To'xta, Rahimni. Qani? Tashachi. Nima edi u? Nima qilaman men buni? Musur. Xo'sh, mayli. Xo'sh, bu ham himoya blok, bunisi ham himoya blok, bunisi ham himoya blok, hammasi himoya blok. Benim himoya blok ko'p. Zumrad bilan oldim. Xo'sh, bizning bazamizga kimdir kirib, bazamizni dabdalasini chiqardi. Ko'chaga tiqib ketdi bizlar bazamizni. Shu odamlar kelib bizlar o'ltirdi-da. Bizlarda buldozer kirkalarimiz bor edi, himoya bloklarimiz bor edi qancha. Mana Meysherdan tushdi mana. Mana Meysher surabda uyidan tushdi. Mana Meysherdan tushdi. Filtralmaysan mayli. Xuddi Meysherdan tushdi. Nima yasading? Jeb o'tir, bo'ldi. Jeb. Jeb o'tir. Qanisan? Mana. Davay, men PvP qilamsan. O'zi bir nechta joyim qoldi? 5 ta. Shundaymi? 4 ta. Ha, o'ylamang, yo'qol. Davay, mayli, 2 ta joyim qoldi. Ovqating bor-ku, kimdan deyapsan xisht? Yo, mining yangilandi. Qo'rqoqdan xolashdingmi? Talab ko'p, buyumlar narxlari yangilandi. Hozir mining yangilanadi, o'shancha miningga ketdik. Ketmayapti. Borasan. Endi boryapsanmi? Ana 7 soniya. Qimirlab ketdim. Xo'sh, bizlar miningga borib, ancha-muncha ko'p ishlar qilishimiz kerak. Xo'sh, bizga soatdan beri o'ynayotgan ekanman. Men necha soat? 46 soatdan beri. Xo'sh. Token menda 1 bo'ldi. Nima? Token? Menda 45. Nima o'zi? Qayerdan bilay? Lekin men bilaman bor. Xo'sh, bizning maqsadimiz buldozer tushirishlikni hisobga olsak, buldozerga tezroq intilish kerak. Keyin ichimdan 2 ta buldozer tushirdim. ichimdan musullarni oldim. 5 daraja nima tushadi? Yaxshi. Ishni buldozer tushish ehtimoli bor-da. Mayli, lazurit apga. Lazurit boyasini dahu yetelib beraylik. Men apkemapman, bor menga bitta apki. Bitta emas, ko'proq apki. Allohdan topdim, boshqa shuni o'z ichim to'la. O, ana. Bo'ldi. Durun Yo'q, aftani o'chirish esimdan chiqdi. Durun olmaz ketdi bilaylik, istek ketdi. Bir stak oldingmi? Olaman. Aha, hozir aftani o'chirayin. Xo'sh, afta o'chirildi. Yo'q. Tushib ketdingmi pastga? Yo'q. Tushib ketay dedim lekin. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Shuncha xavotir oldim. Tepega chiqib ketganmidi? Yo'q. Men lazurit olayotgandim. Hanida ko'rgandek bo'ldim, hanida qara. Hanida. Xo'sh, musullar tashlaymiz. Xo'sh, bizning maqsadimiz demak nima bo'lsin? Buldozer tushirish bo'lsin. Mayli, bizning maqsadimiz shunday buldozer tushirish bo'ladi. Yil deganda bo'lsa ham tushiramiz. Buldozer bo'lmasa lekin sal normallikka tushiralik.
Endi baribir buldozer tushirishimiz kerak. Endi mayli tushiramiz baribir biz. Bu ikkalasini qo'shdim. Endi buldozer tushsa, buldozerni ham qo'shib qo'yaman. Xayr hammaga, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Yo'q bo'lib ketmaslikka harakat qilaman.